Sachmayapsizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Hoji ota, menga shu ko'chalarda Alijon tog'aning uylari kerak edi. Ha, o'tgan yili avariyaga uchragan Alijonmi? Xuddi o'zlari. Mana shu tomonda, chap tomonda 4-oq darvoza. Chapdagisi, ha? Chapdagisi. Rahmat sizlarga. Arzimaydi bolam. Alijon o'sha avariyadan keyin ancha o'zini oldirib qo'ydi. Bugungi kunda aravachaga mixlanib qoldi. Ishlab turgan odam shunaqa bo'lib qolsa hammaga ham qiyin ekanda. Bolam oiladagi 5 jon bitta nogironlik nafaqasiga qarab turibdi. O'sha voqeadan keyin oila kambag'allikka botib qoldi. Bolam, siz nimaga Alijonni so'rab kelyapsiz? Tinchlikmi? Men o'zim tadbirkorman. Muhtaram prezidentimiz yaqinda chiqqan qarorlari bo'yicha kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmatini yo'lga qo'ydim. Kunduzgi qatnov nima degani? Bu kunduzgi qatnov o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan shaxslarga qarab turish xizmati. Bu xizmatimiz Alijon tog'a kabi doimiy qaroviga muhtoj bo'lgan fuqarolarimizga mo'ljallangan. Haftasiga 5 kun xizmat ko'rsatamiz. Yaxshi bo'pti-ku. Bu bordi keldisi, oziq ovqatlari nima bo'ladi? Bularni bari bizning zimmamizda. Ularni ovqatlantirish, gigiyenik tadbirlarni bajarish, o'z-o'zlariga xizmat ko'rsatishni o'rgatish uchun alohida kun davomida xodim biriktiriladi. Eng muhimi, kambag'al bo'lgan oilalar uchun ko'rsatiladigan xizmatlar mablag'lari davlatimiz tomonidan qoplab beriladi. Ana, mana bunisi zat ish bo'pti-da. O'ziga to'q oilalarchi? Ular bilan ham o'zaro kelishgan holda xizmat ko'rsataveramiz. Maqsadimiz nogironligi bo'lgan shaxsni doimiy parvarishi bilan band bo'lgan oila a'zolarini ishlab, oilaga qo'shimcha daromad olib kelishlarida ko'maklashish. Juda zo'r. Aynan Alijonning oilasi bor ekanda. Kelini oliy ma'lumotli o'qituvchi, bir chiroyli dars berib yurardi. Yaqin 1 yildan beri bemorga qarab ishga chiqolmay yurdi. Endi ishga bemalol qaytsa bo'laverar ekanda, a? Albatta-da. Xuddi shunday hoji tog'a. Endi menga ruxsat tog'alar. Mana Alijon tog'a kutib qolishdi. Salomat bo'ylar. Sizga ham rahmat. Rahmat.